Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun Toshkentdan chiqib ketayotgan avtobusimiz mana Samarqanddan kelib mana Cherniyevkaga qarab olib ketyapmiz aka-ukalar. O'zimiz safrajat qilib olib ketyapmiz mana. Tanlovda adashmaysizlar aka-ukalar. Aka-ukalar tanlovda adashmaysizlar. Nomerlarni ekranlarga yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Asliylari mana o'zimiz avtobusda oldida yuribmiz mana ko'rib turibsizlar. Bespasretniki biratlar. Ketuvchi keluvchilarga tarqatib qo'yasizlar aka-ukalar. Hozirda mana chegaradagi suhbatlarni ham qo'yib boramiz, qanday o'tib, nima qilishyapti. O'zi pagrallar o'zlari chiqib aka-ukalar, o'zlari avtobusdan tushirmasdan pechat bosib beryapti. Daja aka-ukalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tanlovda adashmaysizlar degan umiddamiz. Ekranlarga nomerlarni, ishonchli nomerlarni yozib qoldiramiz. Aka-ukalar, Moskvaga yetib borgan holatini o'zi kuzatib borsanglar, mana chegarada nimalar mumkin, nimalar mumkin emasligini o'tkazayotganda face kontrollarni qo'yib boramiz. O'zinglar uchun foydali bo'ladi deymiz shu videolarimiz. Like bosishni, podpiska qo'yishni unutmanglar. Chunki har kuni yangi video qo'yiladi. Yangi videoda yangi hodisalar doimgidek har kundan kunga yangi qonun chiqyapti, chegarada o'zgarishlar bo'lyapti. Shu narsalardan xabardor bo'lib turasizlar mana. Kanalimizda yangi bo'lganlar обязательно подписаться qo'ng'irog'ini bosib qo'yinglar. O'z fikringizni kommentariyalarda bildirib o'tinglar aka-ukalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Tanlovda adashmaysizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab aka-ukalar hamma shahardan avtobuslarimiz chiqyapti. Samarqand, Buxoro, Jizzax, Qoraqalpoq hamma joydan xudo xolasa avtobuslarimiz bor. Hozir yana bir to'xtalishib ketamiz. Qoraqalpoq tomonidan chegaralar ishlamayapti o'rtoqlar, chunki Qozog'istonda Atrau shaharini suv bosgan. Qoraqalpoqdan mashinalar yurmayapti. Voqadagi akalar ko'p tushunmovchilik bo'lyapti. Qoraqalpoqdan ketaylik, Qoraqalpoqdan olib ketinglar deyapti. Qoraqalpoqdan yo'llar yopiq hozirgi paytda danli moment. Shuning uchun Toshkentdan, Cherniyevkadan yurilyapti. Avtobuslarimiz Cherniyevkadan yurishyapti. Shuni to'g'ri tushunib, to'g'ri xulosa qilasizlar degan umiddamiz. Bunaqa aldaydi ekan, Qoraqalpoqdan yurmaydi ekan degan gaplar bo'lmasin. Yuramiz albatta, lekin yo'llar ochilgandan keyin. Hozir yo'l yopiq. Atrau qishlog'ini suv bosgan hozir mana Qozog'iston tarafda. Shuning uchun chegaralar ishlamayapti. Chegaralar ishlasa ham mashinalar o'tmayapti. Chunki yo'l yopiq, suv bosgan. Navatneniya ruschasiga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Tanlovda adashmaysizlar aka-ukalar. Barcha yurtdoshlarimizga kuzatib borayotganlarga kattakon rahmat. Ulashinglar aka-ukalar. Musofirga chiqaman, O'zbekistonga qaytaman degan aka-ukalarga ulashinglar aka-ukalar. Telegram, WhatsApp, Instagramlardan irg'itib o'ynanglar aka-ukalar. Qancha faol bo'lsanglar, shuncha yaxshi bizga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar aka-ukalar, tanlovda adashmaysizlar.